Turmushga chiqqandan keyin onangiz bilan telefonda gaplashmang. Turmushga chiqqan qiz yangi oilasiga ko'nikishi kerak. Ko'nikishga esa biroz vaqt ketadi. Aksar qizlarda keliboq yangi oilasini qizlik oilasiga solishtirish boshlanadi. Yangi oila, yangi atmosfera, yangi insonlar, yangi qadriyatlar, yangi odatlar. Demak, siz yangidan tug'ilyapsiz, shakllanyapsiz degani. Yangi oila dushman emas, aksincha ular sizni yangi qismingiz. Avvalo ularni do'st deb qabul qilishni boshlang. So'ngra oilangizdagi har narsani onangizga qo'ng'iroq qilib gapiravermang. Xoh shodlik bo'lsin, xoh musibat. Qancha onangiz bilan qo'ng'iroqlarni kamaytirsangiz, shuncha tez yangi oilangizga ko'nikasiz. Qancha ko'p onangizga har narsani gapiraversangiz, shuncha oilangizdan uzoqlashishni boshlaysiz. Ko'p onalar farzandini ko'nikish davrini tushunmaydi. Hayotda esa har xil holat bo'ladi. Ba'zida janjallar, ba'zida esa xursandchilik. Janjalli paytlarda ona qarab tura olmaydi. Sizni yoningizni olishni boshlaydi. Onasi yonini olgan istalgan qiz borki, yangi oilasidan ajrashishni xohlaydi. Chunki uni himoyachisi borligiga ishonishni boshlaydi. Go'zalim, baxtli bo'lishni xohlasangiz, ikkita oilangiz o'rtasida balans ushlang. Har narsani onangizga aytavermang. O'shanda siz ham, onangiz ham yaxshi yashaysiz. Hurmatli onalar, farzandingiz borgan joyda toshdek qotishini xohlasangiz, qizingizdan yangi oilasidagi har narsani atchot qilishini talab qilmang. Sizdan ham eng yaxshi himoyachisi Alloh bor qizingizni. Allohga topshiring, har kuni duo qiling va xotirjam yashang.